Eshigi ortda kim bor loyihasi bugun biz Ohangaron tumani Ojazsoy mahallasidamiz. Ojazsoy mahallasi xalq tilida Sinye Gorya ham deb atalar ekan. Mazkur hudud Toshkent viloyatining tog'li hududlarida joylashgan bo'lsa-da, bu yerda ham ijtimoiy himoya sohasida ko'plab amaliy ishlar amalga oshirilmoqda va biz bugun ularning yaqqol isbotini ko'rish maqsadida shu yerga keldik va xonadonda yashayotgan aholini birma-bir suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Biz mana non qorayotgan jarayonni aynan ustiga yetib kelibmiz. Shunday bo'lsa-da, biz sizga xalaqit bermasdan suhbatga tortamiz. Yangi ro'zg'orga bo'linganimizda qo'llarimni ko'rsatgan katta o'g'lim mazasi bo'lmay qoldi. Keyin tekshiruvlardan o'tkazdik. Og'riganini aytdi doktorlar. Shundan keyin ikkinchi o'g'limga ham teshkab ko'rdik. Unda ham shunday tashxis borligini bilganimizdan keyin davolatdik. Pensiyaliklarga o'tdik. Keyin xullas biz stressligida yurganimizda mahalla xodimi, ijtimoiy xodimi keldi. Bizga ruhiy yordam kerakligini bilib, uyimizga psixologni olib keldi. Bizga keraklicha maslahatlar berdi va o'zimizni stresslardan chiqardik. Nogironlar aravasini ham olib keldi. Keyin hozir maza qilib bundan foydalanyapti. Bolalarim shaxmat shashkaga qiziqadi, rasm chizishlarga qiziqadi. Uyda uch bolaga qarayman. Xo'jayinim esa ishsiz edi. Ijtimoiy xodim ko'magi bilan ishga kirib qoldi. Xudoga shukr, baraka kirib keldi. Albatta, baraka. Erkak kishini topib degani 1 so'm ham ayol kishining 1000 so'miga tengda. Ijtimoiy xodimni qanday ko'rasiz? Bizni qanday ta'riflayman? Xuddi otachamdayda, yo'q bo'lsa, hech bo'lmasa shirin so'zi bilan ko'mak beradi. Apacha, opa-singillarim ko'p. O'shalar qatorida siz ham meni bir apacham singari ko'raman sizni ham.